Cho'chqani go'shti harom, cho'chqa harom. Nimaga? Zararli. Inson nimani yesa, ozuqalansa, o'sha ozuqasidagi narsani ta'siri bunga o'tadi. Cho'chqa dunyodagi eng iflos hayvon hisoblanadi. Axlatlarni yeydi. Yeganda ham katta ishtaha bilan yeydi. Televizorda qarasalaringiz xurrillab o'sha axlatga o'zini urayotgan bo'ladi. Ana o'sha narsa undan keyin yana ulamolar aytadiki, dunyoda birdan bir juftini qizg'anmaydigan hayvon shu bo'ladi. Kim shu hayvonning go'shtidan ozuqalanib, jismi shundan ta'sirlanib yursa, o'shini hislatlari unga o'tadi. Alloh saqlasin. Ana halol hayvonlarni qaralaring. Haromdan, harishdan, gunohdan, uyatsizlikdan, odobsizlikdan man qiladigan narsa insonning qalbida bo'lishi kerak. Iymonini ajralmas qismi bo'lishi kerak. Turibdi, ichida turibdi, bilib turibdi. Bitta tugmachani bossa o'sha narsa chiqadi, lekin iymoni yo'l bermasligi kerak. Yo'q, bu gunoh bo'ladi. Ayib bo'ladi. Men musulmon shaxsman menga to'g'ri kelmaydi deb o'shini imkoni bo'lsa ham qilmasdan tark qilsa, ana shu inson haqiqiy axloqli inson bo'ladi. Odamlar ko'rib turganda o'zini yig'ishtirib olib, odamlarning ko'zidan chetga o'tganda nima xohlasa qilavergan, u axloqsiz odam.